Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining adli xabar va muloyiza programmasiga xush keldinglar. Men Shakrizat Qayrat. Tuanda 2019-yili 26 yanvardan buyon dunyoda yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim uchurlarni sizlarga qisqacha xotirlatib o'tmoqchimiz. Xabardan keyin erkin obzorchi Parat Yo'rinqash apandimning bu haftaki muloyizasini anglaysizlar. 27 yanvar kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan xalqaro qirg'inchilikni xotirlash kuni qilib bekitilgan bo'lib, bu munosabat bilan 28 yanvar kuni Amerikadagi eng mashhur oliy maktablardan biri bo'lgan Yale universitetining qonunchilik maktabida Xitoy hukumatining millionlab Uyg'urlarni lagerlarga qamishi hamda buningga aloqador masalalar haqida muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu qitimqi muhokama yig'inida Washington shahridagi Uyg'ur faoliyatchi Nuriy Turka so'z qilib, lagerlar masalasining kelib chiqishi, buning hozirgi ahvoli hamda buningga dunyoning qanday muomala bo'lishi qatorliq masalalar haqida o'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti yaqinda maxsus doklad va bayonot e'lon qilib, Uyg'ur ziyolilarining o'rtaq holda halokatga yuz tutayotganligini eslatdi. Mazkur dokladda ko'rsatilishicha, hozirga qadar 5 dangdar ziyolining lagerlarda va turmalarda jon o'zgarligi dalillangan. Uningdan boshqa tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan 338 nafar sarxil Uyg'ur ziyolisining ko'p qismining hozirgi ahvoli, ularning qayerda qamoqda ekanligi, ularni atalmish jinoiy deganlar haqida hozirgacha hech qanday xabar yo'q ekan. Amerikadagi tanilgan siyosiy analistchi Dr. Andresko 29 yanvar kuni Katolik Osiyo Birligi xabarlari gazetida zo'r hajmli maqola e'lon qilib, Xitoyning navbatda inson haqlari jihatdagi dafsanchiligining yangi rekordini yaratganligini, buning eng tipik misoli sifatida 2 millioncha Uyg'urlarning qayta tarbiyalash lagerlari va emgak lagerlariga qamalganligini bayon qildi. Shuningdek, butkul dunyo bu xil jismoniy xo'rlash qilmishini ayblayotganda, Xitoy hukumatining hech qanday xijil bo'lmasdan biz jumlacha alohidlikka ega inson haqlarini joriy qildiryapmiz deb maydasga urib yurganligini masxara qildi. 28 yanvar Belgiyadagi davlat gazetlaridan Hurriyet gazetida va yana bir qancha turlarda Fransiya, Belgiya, Angliya, Amerika qatorliq davlatlardagi 40 dan ortiq Uyg'ur musiqa va madaniyat san'atini tadqiq qilayotgan mutaxassislar va xitoyshunoslar imzosida Xitoydan Sanavar Tursun qatorliq Uyg'ur danglarini qo'yib berishni talab qilib yozgan maxsus birlashma bayonot e'lon qilindi. Amerika Kengash palatasining g'ulluq a'zolaridan biri bo'lgan Bob Menendez apandi 28 yanvar CNN televiziyasining programmasida qilgan so'zida Sharqiy Turkistondagi lagerlarni shahriyliganda ayni yillarda natsistlar Germaniyasining yahudilarni qamagan lagerlari uchun ishlatilgan yig'ilish lagerlari degan atalg'uni ishlatdi va mundaq dedi: "Men bu o'rinlarni yig'ilish lagerlari deb atayman. Biz bu o'rinlarda 1 millionga yaqin Uyg'urlarning qamalganligiga ishonamiz. Bu Uyg'urlarning kishilik huquqqa va xalqaro qonunlarga qilingan og'ir dafsanchiligi bo'lib hisoblanadi. Biz Xitoy hukumatidan lagerlarni oyoqlashtirishni talab qilishimiz va Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatini yaqindan kuzatishimiz kerak." Vakolatsiz millatlar va xalqlar tashkiloti, Dunyo Uyg'ur Qurultayı va Norvegiya Uyg'ur komiteti qatorliq 3 tashkilot 28 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoy turmusidagi ataliq Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining 2019-yillik Norvegiya Rafto kishilik huquq mukofotiga nomzodlikka ko'rsatganligini jakarladi. Ilhom To'xti 2014-yili 15 yanvar qo'lga olingandan beri Barbara Goldsmith erkin yozuvchilik mukofoti, Martin Ennals kishilik huquq mukofoti, Weimar kishilik huquq mukofoti qatorliq dunyodagi ba'zi nufuzli mukofotlarga erishgan. Birinchi ayning 26 kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı ijroiy komitetining raisi Umar Qanot apandim Washington rayoni musulmon yahudi dialog jamiyatining taklifi bilan ularning yig'iniga qatnashib, jamiyat a'zolariga Uyg'urlar haqida doklad berib, yig'inga qatnashgan amerikalik yahudi va musulmonlardan Amerika Davlat Majlisi a'zolariga darhol telefon qilib, Uyg'urlar haqida sunilgan qonun loyihasini qo'llashga chaqirishini talab qildi. Birinchi ayning 29 kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı ijroiy komitetining raisi Umar Qanot apandim Amerika Davlat Majlisida Prezident Trump hukumatining diniy ishlar alohida vakili Sam Brownback apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan diniy erkinlik yig'iniga qatnashib, Sharqiy Turkistondagi vaziyat, jazo lagerlari va Xitoy hukumatining xalqaro jamoatni aldab Uyg'ur xalqiga qaratgan jinoyatlarini yoshirish uchun o'ynayotgan o'yinlari haqida ma'lumot berib, yig'inga qatnashgan 50 ga yaqin tashkilotning vakillaridan Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar haqida sunilgan qonun loyihasini qo'llab, mazkur qonun loyihasining qabul bo'lishi uchun yordam berishni talab qildi. Mr. Wilson, I beg to move that the House consider the matter of human rights in Xinjiang province. I'm delighted to have the opportunity to spend some time discussing this today. I'm pleased also, if I may say so, to see a good number of other MPs in the chamber today, given the importance of Business Elsewhere and the Palace. I'm grateful to them for their support and their time to serve under your chairmanship. Can I also place on record my appreciation of the work done by the various NGOs that operate in
area, Amnesty International, Christian Solidarity Worldwide, Human Rights Watch, and of course the World Legal Congress. Dünya Qurultayının təşəbbüsü və tırışçılığı nəticəsində 29 yanvar günü Angliya parlamentinin Avam palatasında məxsus Uyğurlar məsələsi, bulubmu cəza lagerləri məsələsi 2 saat ümumi müzakirəyə qoyuldu. Avval Angliya parlament əzası Alistair Carmichael əfəndim Uyğurların növbətdə vəziyyətini və cəza lagerləri haqqında Dünya Qurultayı təminləyən doklad və uçurlarga asaslanıb durub təfsili düşüncə verdi. Arqadan 10-a yaxın parlament əzası söz qılıb Angliya hökumətini Uyğurlar məsələsinə ciddi köngül bölüşkə çağırdı. Angliya parlament əzalarının oturuq qoyğan suallarga Angliya hökumətinə vakalətən Angliyanın Asiya və Cənubi Asiya işlərə məsul dövlət ministri Mark Field cavab verdi. O qılğan sözdə Angliya hökumətinin Uyğur mühacirliğə ciddi şəkildə köngül bölüdüyünü və Xitayının Şərqi Türkistanda təsis qılınan cəza lagerlərinə qarşı Angliya hökumətinin təkşürüş elib bardığını təkidlədi. 1 yanvar 21 günü Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa əfəndim Angliyaga qılğan ziyarəti cərəyanında Angliya parlamenti əzası Alistair Carmichael əfəndi bilan məxsus uçuruş elib verib, onunla Uyğurların növbətdəki vəziyyəti və cəza lagerlərinin əhvalı haqqında məxsus doklad təqdim qılğan. Şundaqla Angliya parlamenti və Angliya hökumətindən Uyğurlar məsələsinə ciddi köngül bölüşni iltimas qılğan idi. Ötən ilin axırında Germaniya parlamentində Uyğurlar məsələsi məxsus 2 saat ümumi müzakirə qoyulğan idi. 30 yanvar günü Dünya Uyğur Qurultayını öz içigə alğan xalqaradakı 40 kişilik hüquq təşkilatı və Ümumi təşkilatının ortaq imzası bilan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişiga qarşı ochiq xat e'lon qilib, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengeşi bu yil 2-ci ayının axırından 3-cü ayının axırıgacha davam qıladigan 40-cı növbətlik ümumi yığında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının dokladçı xadimlaridan tərkib topgan alayda heyətinin Şərqi Türkistandakı cəza lagerlərini bevosita təkşürüş üçün məxsus qərar qəbul qilishi, shundaqla Xitayning Uyğurlarga qarşı yürgüzüyotgan bütün siyasətlərini nazorat və kontrol qiladigan alayda aparat və organ qurub chiqishi talab qilindi. Xitay hökuməti tərəfindən müddətsiz qamaq cəzasına hökm qilingan Uyğur ziyolisi İlham To'xti Amerika Dövlət Məclisi əzaları tərəfindən Nobel tinchlik mükafotiga nomzod qilib ko'rsatildi. 29 yanvar günü Amerika Dövlət Məclisidəki Marco Rubio və Christopher Smith qatarlıq cəmi 13 nəfər Avam və Kengaş palata əzası Nobel tinchlik mükafoti komitetiga imzalıq məktub yollagan. Ular komitet rəisiga yollagan imzalıq məktubda Uyğur ziyolisi İlham To'xtining Uyğur xalqining kişilik hüquqini qo'llash uchun Xitoy hukumatini o'zi belgilagan qonunlarga amal qilishga chaqirgan va Xitoydagi millatlararo tushunchani ilgari surish uchun tinchlik bilan faoliyat olib borgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining uni naq yerga umrlik qamoq jazosiga hukm qilganligini bayon qilgan. Bulgariya sud mahkamasi 5 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslikni hukm qildi. 2017 yil 7 oyda 5 nafar Uyg'ur Turkiya chegarasidan Bulgariyaga qonunsiz kirdi deb Bulgariya saqchilari tomonidan so'rab qo'yilgan edi. Mazkur Uyg'urlar necha qatim Xitoyga qaytarilish xavfini beshidan o'tkazib, Dünya Uyghur Qurultayının tırışçılığı, Yevropadagi advokatlar və insan huquqları orqanlarının kuch chiqarishi bilan 2019 yil 1 ayning 24 kuni Bulgariya sud mahkamasi ularni Xitoyga qaytarmaslik to'g'risida hukm chiqargan. Bu munosabat bilan Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Dolqun Eysa əfəndi 26 yanvar günü Bulgariyaga kelib 5 nafar Uyg'urdan hal so'radi. Dolqun Eysa əfəndi bu qitim Bulgariyaga 5 nafar qiynashimizni yo'qlash bilan birga yana 18 oydan buyon 5 nafar Uyg'urning qutulib qolish uchun kuch chiqargan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Bulgariyadagi xodimlari, ba'zi davlatlarning elchixonalari va advokatlari bilan uchrashib, ularga butun Sharqiy Turkiston xalqi nomidan rahmat aytdi. Hurmatli Ferhat əfəndim, siz bu bir haftalik hadisələrə qanday qaraysiz? Menimki bu bir haftalik hadisalar haqiqatan ham nihoyat ko'p. Bu bir haftada butun dunyo miqyosida qaysi qit'alarda Uyg'urlar munosabatida nihoyat ko'p hodisalar yuz berdi. Ammo mening diqqatimni chekkan 2 nuqta bo'ldi endi. Mening diqqat e'tiborimni qo'zg'agan nihoyat muhim. Bilasiz, Angliya 2 dunyo urushidan g'olib ko'rildi. Dunyoda nihoyat ta'siri bor. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ninki 5 doimiy hay'at a'zosininki birisi endi. Dunyoda muhim bir siyosiy kuch. Bundaq bir davlatninki parlamentninki Avam palatasida Uyg'urlar masalasiniki maxsus muzokara temasi sifatida 2 soat muzokaraga qo'yilishi, apirilishi bo'lib Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar qarta yurgizayotgan siyosiy shunday jazo lagerlari masalasini 2 soat muzokaraga qo'yilishi bu haqiqatan ham bu yerda Xitoyning keyingi mezgillarda shuni o'zini oqlash uchun xalqaro siyosatlarda qilayotgan diplomatik qaytarma hujumlarininki yana bir mag'lubiyatga uchirganligini ko'rsatadigan bir hodisa. Chunki undan burunmi Yevropa Birligining parovozi hisoblangan o'tgan yilning oxirida Germaniya parlamentida tunji qatim Uyg'urlar masalasi 2 soat muzokara qilingan. Bu Angliya parlamentida maxsus Uyg'urlar masalasini 2 soat muzokara qilinishi haqiqatan
xalqimizni umidlantiradigan, suyundiradigan bir hodisa va bu yerda yanıla dunyo jamoatchiligininki, dunyodagi kuchlarniki, muhim kuchlarniki Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatni yaqindan kuzatayotganligini, ta'qib qilayotganligini va bu vaqtda jiddiy tekshirish olib borayotganligini ko'rsatadigan bir hodisa. Yana ikkinchi bir hodisa bu yerda mening diqqatimni qo'zg'agani, endi Amerika Avam palatasi bilan Kengash palatasining 13 nafar a'zosiniki bu yerda Nobel tinchlik mukofoti komissiyasiga birlashma imzo bilan Ilhom To'xtining Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatib iltimos sunganlik bu ulaytı mühimmatçı. Ameliyatı bu bir yerde Amerika başçılığı g'arib davlatlarninki Xitoy hukumatining Uyg'ur sarxillariga qarata apirayotgan bo'lib keyingi yillarda sistemli piyollilik bir shaklda apirayotgan yo'qotish, singdirib tugutish siyosatiga yaqindan diqqat qilayotganligini va buni jiddiy kuzatayotganligini, bu masalaga ko'ngil bo'layotganligini va ularga ega chiqayotganligini ko'rsatgan narsa. Chunki Ilhom To'xti voqeasi amaliyotda Mustabid Xitoy hukumatining hozir jiddiy shaklda keng ko'lamda apirayotgan Uyg'ur sarxillarini yo'qotish siyosatininki boshlanish nuqtasi endi Ilhom To'xti. Shuning uchun bu masalaga faqat Ilhom To'xti masalasi deb qaramaslik kerak. Bu ma'lum manda aytgan vaqtida Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarininki Mustabid Xitoy hukumatining Uyg'ur sarxillariga qarata yurgizayotgan siyosatiga jiddiy ko'ngil bo'layotganligini, bu vaqtda jiddiy andishtayotganligini ko'rsatdi. Chunki bilasiz, shuning parallel holda Amerikada Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi, ichki qonun loyihasi bu Avam palatasi, Kengash palatasida keyindan tunishtirildi. Bir qancha qatim mushunda bir vaqtning o'zida yana shuning parallel holda 13 Avam palata, Kengash palata a'zosiniki Nobel tinchlik mukofotiga bu iltimosni sunishimi bu haqiqatan Uyg'urlar masalasiga Amerika bu yerda Avam palatasi olsun, Kengash palatasi olsun bunga jiddiy ko'ngil bo'layotganligini va bunga jiddiy qarayotganligini va bu masalani Uyg'urlar masalasini asla bu yerda qo'yib qo'ymay davomli bu vaqtda Xitoy mustabid hukumatini so'roq tortayotganligini ko'rsatib, buni hammamizni xushal qilgan, umidlantirgan bir hodisa. Rahmat sizga Farhod apandim. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, shuning bilan bu qitimli xabar va mulohaza programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qitimli programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.